kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar, davraga keng oling ey qadrdonlar. Bugun onamizning tug'ilgan kuni, davraga keng oling ey qadrdonlar. Bugun onamizning tug'ilgan kuni. Şaşklar yaş gitti mi? Endi bugun Gulzor onamiz 58 bahoriga bitta konsert bo'lsin onajonimiz. Oilaviy taqdirimiz musofirda o'g'illar juda ham sog'ingan ekan hamda hamma farzandlaringiz nomidan xursandchilik onamizni o'zim musofirdaman. Bu yer yonida ishtirok etolmadim, inshaalloh kelasi yil inshaalloh yonida ishtirok etaman deb sovg'alarni, tabriklarimizdan yuborib tashqariga bitta chiqaylik, keyin bemalol nasib qilasiz. Bo'ladimi? Keling onajonlarimiz. Ey benim canım anam, kamerada kanım anam, cennet ayaklar astıda gülistanım anam. Sensiz olmayı yürek, Allah'ım ayırmasın. Bir üçün bu dünyada en güzel halim anam. Gelemiz, opasıyla tahmin yapıyoruz. Gelin, ama mehtermanlar. Onalarımız vaktimizge, sağlamak olsun. Gelin. Tarzanda opasıyla. Kulağımda hamam uşa anlanar, bana canım diye kılar bağlanar. Baklı kullar kendinde ağlar, herkesizce şok şok yanlanar. Kulağımda hamam uşa anlanar, bana canım diye kılar bağlanar. Baklı kullar kendinde ağlar, sizce şok şok yanlanar. Ey benim canım anam, kabirde kanım anam, cennet ayaklarımızda gülistanım anam. Sensiz ölmeydi yürek, Allah'ım ayırmasın. Bir üçün bu dünyada en güzel hanım anam. Ana canım anam, bana canım anam, cennet ayaklarımızda gülistanım anam. En güzel hanım anam. Anamız gelin, o gelin sonuna, karışlasın. Mehribonimiz, jonimiz, jannatimiz, onajon, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Mehribon farzandlaringiz chiroyli, sog'lom bo'lsin. Quyoshingizga ko'rish orzu o'yinda, qo'limda gullarim siz uchun ona. O'ynang ona, siz yaxshi kunimda. Quyoshingizga ko'rish orzu o'yinda, qo'limda gullarim siz uchun ona. Yanımda siz bugün yaşlı günümde. Ey benim canım anam, kabirde kanım anam, cennet ayaklar astında gülistanım anam. Allah'ım ayırmasın en güzel hanım anam. Ana canım anam, bana canım anam, en güzel hanım anam. Farzandlar tomonidan onajonisiga qilla uzuklari qarshi bo'lsa, salomat bo'ling. Bundan ko'piga loyiqsiz onajonim deb farzandlaringiz chiroyli sovg'alarni aynan siz jo'natib aytadi. Assalomu alaykum muhtaram onaxonlarimiz, muhtaram opa-singillarimiz, hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. 2026-yil 18-iyun Jizzax viloyati o'zimizni Baxmalimizni Surum go'shalari barcha insonlarimizga hozirgi kunda madaniy xonadonlarga ulashayotgan guruhimizdagi eng chiroyli bazmgohlardan biri bo'lgan oilaviy restoraniga, kafesiga tashrif buyurgan bugun Gulzor onamizning 58 bahona qarshi olishgan hammaga bayram muborak bo'lsin. Onajonimiz ulug' yoshlari muborak bo'lsin. Bitta qarsak bo'lsin endi. Salomat bo'ling. Bugün menimcha bu onamizni tavallud kunlariga begona yo'q. Hammasi yurak yaqin, qalbi yaqin insonlar yig'ilgan. Musofirdan Rossiya Federatsiyasidan Moskva shahridan o'g'lingiz Elyorbek chiroyli tabrik yo'llagan ekan bugun onajonimning tavallud kunlarida. Bugun menimcha opa-singillaringiz jigarbantar yig'ilgan ko'proq, to'g'rimi? Onangiz bo'ladimi, kimlari bo'ladi? Onalari juda ham yosh ko'rinar ekan, dugonasimi deb o'ylab, onamizni salomat bo'ling. Onajon bitta tabrlab qo'ying. Bugun
onajonimizni farzandlariga eng baxtli farzand desam, albatta o'zi undan ham baxtli farzand ekan. Negaki uyini farishtasi bor ekan. Uyining duogo'yisi bor ekan. Jannati ertatong bilan bolam chaqam deydigan buvijonisi farzandlariga bugun mehribon qizingizni bitta tabriklab qo'ying. Onajonlar chiroyli duo berib, marhamat. Rahmat. Mayli, onajon salomat bo'ling. Nechiga kirdingiz o'zi? Ha? 80 yoshga bitta qarsak bo'lsa, ko'rinishidan hech ham 80 ga o'xshamaydi. 65 yoki 70 ga o'xshaydi. Hamisha yosharib yuring. Yosharib yurishingizga sababchi shu farzandlar. Ha? Ko'ylingizga yaxshi qaragan, yaxshi e'tibor, yaxshi mehr bergan uchun bugun yosharib turibsiz. Ilohim 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashing, hamma farzandlaringiz sizning yoshingizga yetib yursin ilohim. Nechta farzandingiz bor? Ko'pmi farzandlar? Ha, aytsangiz barakasi uchadi bor. 7 ta. Nabiralarcha. Ko'p nabiralar, salomat bo'ling. 30 ta kamida bor. Ha, kamida 30 ta. 31-chi 31-chi nabirangiz bo'laman desam, rozi bo'lasizmi? Sizni buvijonimga o'xshatdim, qo'shnimiz buvijonimizga. Rozi bo'lasizmi? Rahmat. Unda buvijonim pensiya puridan 1 million pul berib turing. Bitta qarsak bo'lsin, albatta hazır. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Jannat onalar oyoq ostida. Onalarimizni qancha ta'rif bersak shuncha oz. 3000 dan ziyod xonadonga borgan bo'lsak, shu narsaga guvoh bo'ldikki, ota-onasi bor farzand eng baxtli farzand, yoshlari 50 dan 60 dan o'tgandan keyin farzandlaridan faqat e'tibor, mehr kutib yashar ekan. Assalomu alaykum. Aziz jigarlarim, qarindoshlarim, mana shu yerda turgan aziz mehmonlar, mana bugun singlimlar tavallud kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim yuzlariga kirsin. Allohim bergan umrlarni ko'rsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarisin. Bizlarga o'xshab bu kishilar ham hoji ota, hoji ona bo'lsin. Mana yaqinda hojdan keldim. Bularga ham niyat qilib keldim. Ilohim bularni ham niyatlari ushalsin. Men ko'rgan yerlarni ko'rib kelsin ilohim. Bola chaqalarini baxtiga, oilasini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsin. Onajonim yuzga kirsin. Boshimizga hamisha sog' salomat bo'lsin. Rahmat ayting. Sizlarni ham yetkazsin mana shu kunlarga. Qarsak, baringizni bosib qo'ying. Yonog'ida binafshalar ochiladi. Iforidan rayhon hidi sochiladi. Eski olib ko'zimda yosh tomchiladi. Singillarning eng sanasi mening singlim, onamdan keyin onamdek ko'radigan jonim singlimni mehribon opalari chiroyli tabrik yo'lladi. Musofirdan o'g'lingiz juda ham sog'ingan, menga juda qattiq iltimos qildi. Elyorbek chiroyli tabrigi bor ekan, o'qib eshitaman. Assalomu alaykum, mening qalbiy bor. Quloqqa savol. Dunyoda tengsiz bo'lgan jannatim, onajonim bugungi ulug' yoshingiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'lgan 58 bahoringiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbatida. Mana uzoq vaqtlardan beri musofirda bo'lsam ham hech musofirdaman deb o'ylamayman. Negaki uyda davlatim otam bor. Jannatim onam bor. Ularning duolari ostida mana shunday musofirda bo'lsam ham tinch eson-omon ishlab yuribman. Allohga behisob shukr. Borlaringizga shukr. Agar dunyoga yana 1000 marotaba tug'ilish imkoni berilganda yana sizlarning o'g'lingiz bo'lib tug'ilishini juda xohlar edim. Yoshlik qilib qalblaringizni, dillaringizni og'ritgan vaqtlarim bo'lsa uzr so'rayman. Bizlardan ne kunlarni boshdan kechirmadlaringiz, tunni tun demasdan, kunni kun demasdan, birovdan kam qilmasdan oq yo'q, oq taraf halol yedilar, chiroyli kiydirib umrlaringiz faqat bolam chaqam deb o'tdi. Bizni deb to'kkan har bir peshona terlaringiz jannatlardan daryo bo'lib oqsin. Qora mehnat bilan bo'lsa-da faqat bolam chaqam deb har kunlaringizni farzandlaringizga elandilaringiz Allohim ularni ziyoda qilgan bo'lsin. Hali ulug' niyatimiz bor. Allohimiz bo'lgan Baytulloh, Makkatulloh muborak otajonim ikkalangizni hoji ota hojini qilish ulug' kunlariga ham Alloh yetkazsin. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu dunyoda ko'rganlaringiz Kabatulloh, chin dunyoda ko'rganlaringiz jannat bog'lari bo'lsin. Ro'mollari boshlarida
qalin o'sma qoshlarida yashar aziz yoshlarida onajonim jonim onam mening. Uyimizni fayzi o'zingiz, dardga davo aytar so'zingiz. Bizni ko'rib qo'ylar ko'zingiz, onajonim jonim onam meningda musofirdan o'g'illari yer-yo'rga chiroyli tabrik yo'llagan ekan. Bitta qarsak bo'lsin, salomat bo'lsin. Musofirchilikning o'zi bo'lmaydi. Musofir yurgan vatandoshlarimizni Alloh xonaqdan asrasin. Bizlar mana shunday betakror tinch o'lkada tug'ilib o'sganimiz uchun har kunimiz to'ylariga, yaxshi kunlarga ulashgan Alloh taolaga behisob shukr bo'lsin. Mehribon o'g'illar bitta qo'shiqni aytib berishi juda qattiq iltimos qildi. Musofirdan o'g'illar nomidan bitta chiroyli qo'shiq bo'ladi, ketdik. Ko'zlaridan yoshi yoqib jonlarga Raqsga oladilar. Musofirda sog'lik Ko'zlaridan yoshi oqib marjon marjon yo'llarimga zoringni zor kutar yomon Kinayatdi yuragimni sog'inch yomon Bir onamni sog'inganda ko'rolmadim Jonim onam qabrida qoldim Jannat oyoqlarim badal gulistanim onam Sog'siz turmas yurak Allah hayramasın Ko'tar yuzimni tila kekarsan tuzog'im Shuhratim shanim onam Nadimat sonim onam Ne kadar tikanlar bitik dilagim shanlaringda Seni kabi umr bina aylanisham Allah bina Ne kadar azobda yig'larim sochini oqlarimda Ey sultonim onam Sana qurban degan Oyog'ini ostimdagi olibin o'tib birodarlarim Bir kunim sanmagan Bir kunim olsam agar man necha qurbon olaram Onalarining eng go'zali mani onam Ko'ziga suray izlarini jonim onam jon onam Onalarining eng go'zali mani onam Ko'ziga suray izlarini jonim onam jon onam Yuzlari durdonagina yakkayu durdonagina Yuzlari durdonagina yakkayu durdonagina Boshimda parvonagina jonim onam jon onam Boshimda parvonagina jonim onam jon onam Jonim onam jon onam Rahmat, rahmat. Hali o'ynaymiz, hali raqs bo'ladi, lekin musofirdan sog'ingan o'g'illar nomidan bo'ldi. Bugun onamiz uchun tortlari bor ekan. Shirinliklar tayyormi? Shirinliklar tayyor bo'lganicha onamizni katta qizlari kelsin yonlariga, katta qizlari. Shirinliklarni olib kelamiz. Bugun onajonimiz o'g'il boshlari. Dunyo go'zallari sizda emas hech. Lolaning chiroyi emas hech. Bahorlar esa buncha go'zal emas hech. Yuzingiz bunchalar chiroylidir onam. Atirgul chiroyini sizdan olganmi yoki onangizdan meros qolganmi? Hamma ona shunday go'zal bo'lganmi? Yuzingiz bunchalar chiroylidir. Farishtam onam deb farzandlaringiz tomonidan mazali shirinliklari oilaviy bazmga xodimlari bilan birgalikda chiroyli tarzda tashkil qilingan. Hammangizni taklif etib qolardiki, mana shu chiroyli bazmgohga kelib yaxshi kunlaringizni, albatta tavallud kunlari bo'ladimi yoki qarindoshlar bilan gashtak bazm bo'ladimi, kelib bemalol ishtirok etsalaringiz bo'ladi. Juda ham chiroyli xizmatlari bilan, mazali taomlari bilan barcha insonlarning ko'nglini olgan chiroyli bazmgohlardan biri. Olib kelamiz bugun onamizni tavallud kunlari bilan albatta farzandlari tomonidan atalgan 58 bahoringiz muborak bo'lsin deb mazali shirinliklari bor ekan. Hammamiz birgalikda qarsaklarni o'qilib turamiz. Ta'zim munosabat bilan mazali tortlarni olib keling. Nabiralari tabrik. Hep sana, hep sana. Hep yollar sana. Şarkı şuramız. Her sayılarımız 58 bahar mübarek olsun. Bitte gel kopyayla yedir. Korkları yediramiz. Hep yollar sana. Hep yollar sana. Bu joringizga, onangizga. Tavallud yana muborak bo'lsin.
ekan. Rahmat. Rahmat. Bu yıllar sana, bu yıllar sana, bu yıllar, bu yıllar, bu yıllar sana. Rahmat, selamat buraya kaçaklarım. Ukalarga bitta rahmat. Mehridaryon farishtam mening. Siz bechun yoki yogonam duogo'yim sarishtam mening. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Onajonning farzandlaringiz nomida tabriklaymiz. Yonidagi farzandlari kelsin, yo'llariga qizlari bitta tabrik yo'llab qo'ysin. O'g'illari hozir musofirda, ish faoliyatida, kelinlari uyda menimcha mehmondorchiliklar bilan band. Bugun ikkita qiz yonida bitta chiroyli tabrik bo'ladik. Mehribon qizlaridan ham tortlarimiz bo'ladi. Rahmat. Qolganini ichkari davom etkazamiz. Qizlari keling yo'llariga. Xastalik, g'am, hasrat tuyg'ulari sizga yod bo'lsin. Yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Jannatim onam deb bitta chiroyli tabrik yo'llab qo'yasiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun mening onajonim tug'ilgan kunim. Tabriklayman. Ilohim izlarga kirsin. O'tmaymiz. Rahmat. Qarsa, endi xursandchilikni Alloh yetkazgani behisob shukr. Yig'lasak faqat baxtdan, faqat quvonchdan yig'laydi. Yuzlaringizdan kulgu tabassum arimasa. Yana bitta qizlari keling, yo'llariga bitta tabrik yo'llab qo'yasiz. Menimcha kelinlar kelmabdi. Qizlari chiroyli tabrik yo'llashadi. Rahmat. Shu yerga yig'ilgan barcha qarindoshlar, xolajonlarim, ammajonlarim, bugungi bu yerga yig'ilishimizdan maqsad onajonimning 58 yoshlik nichali ekan, shu bilan hamisha baxtimizga omon bo'lsin. Dunyoda turguncha tursin, hoj ota, hoj ona bo'lsin. Otam bilan hamisha yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Fayzi ketar katta hovlini. Bir duoga inson bo'lmasa kim ko'tarar uyda otang ko'ylini. Bir kunida duogo'y onam bo'lmasa deb bugun farzandlari chiroyli tabrik yo'lladi. O'zi Toshmurat bobomiz bilan sinfdosh ekanda onamiz bilan. Salomat bo'lsinlar. Yaxshi ko'rasiz o'zi. Bugun kelmabdi. Bitta sevaman deb videoga rasmga esdalik bo'lib qoladi. Yaxshi ko'raman deb xursand bo'lib qoladi. Qarsak bo'lsin. Siz mening borlig'im joni jahonim o'zimning barchadan qizg'ongan farzandlarimning mehribon otajonisi kelamiz qo'sha qilib hojata hojara bo'lib nabira chevarali bosh bo'lib yuraylik deb yaxshi niyatlarni hammasi aynan siz uchun bo'ladi. Ilohim 90 bilan to'qnashganingizda bobojonim ikkalangiz qari chol qari kampir bo'lib hech hassaga suyanmasdan nabira chevarani yaxshi kunlarni bosh bo'lib yana bayram muborak bo'lsin. Bu yerda mehmonlar ko'p ekan. Endi hammaga mikrofonni beradigan bo'lsak ertalab ko'chayib tugamaydi bu tabrik so'zlarimiz. Bitta ehson rasmiy ishamiz bo'ladimi? Hammamiz yonlariga kelsin qarindoshlar. Bugun chiroyli bozinggoh albatta ostida chiroyli ehson rasmiga bitta chiroyli tarzda O'zbek video studiyasi tomonidan muxorlanadi. Onajonlarimiz kelamiz Ülkelerin, insanların, cigerlerin, yaşımızın, günleri yaşayalıklarımız, sizlerden yemin işi, şekillerde koşu yaşayalıklarımız, inşallah sevgisi, balacanlarım, seferde yürüyen ballarım, Allah bana sırasını çıkıp, sırasını saklap geçsin. İşlerini, amatlarını versin, sağ selamet ol yürümüler işte. Atabirlerini kollasın, hünerlerini kollasın, yigitlerini kollap koşuyorsun ilahım. Sizleri yaşlıklarını koyuyor. İnşallah'ım nasip eylesin. Allah'ım sizleri vergenine şükür Allah'ım. Balalarını sağ selamet koyunlar. Sağ selamet yürüyünler. Seferlerini sabır yüklerde Allah sizleri yar olsun. Böyle medetkar olsun. Kızım bu an her şey yollarına darsın. Nime ki niyet kılgan olsan niyetlerin amelga oshsin. Rizqlaringni keng qilsin, haloldan hayırlı baraka bersin. Allohim hamisha panohda asrab bo'lsin. Ballar rahmat sizlarga, ming rahmat sizlarga.
Rahmat. Qarsak bo'lsin. Farzandlaringizni rohatini ko'radigan kunlar keldi. Bunda bir yana mazza qilib yashangizlar. Ilohim nabira chevara to'ylari bosh bo'lib yana bir bor tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Bitta o'ynaymiz endi qarindoshlar. Keting onajonimiz uchun farzandlar nomidan bo'ladi. Ha. Onalarning eng go'zali mana onam, ko'zga suray izlarini jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, ko'zga suray izlarini jonim onam. So'zlari durdonaginam, yakkayu bir donaginam. So'zlari durdonaginam, yakkayu bir donaginam. Boshimda parvonaginam, jonim onam. Boshimda parvonaginam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam. Qizlarida mehriboni jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam. Qizlarida mehriboni jonim onam. Duo bilan siylaganim, sira ozor bermaganim. Duo bilan siylaganim, sira ozor bermaganim. Bizlar uchun kecha kunduz nima bilmaganim. Bizlar uchun kecha kunduz nima bilmaganim. Onalarning eng yaxshisi mana onam. Farzandlaringiz baxtsiz jonim onam. Onalarning eng yaxshisi mana onam. Farzandlaringiz baxtsiz jonim onam. Onajonimizga o'ynasin, o'yinjonimizga o'tirgan holatda bo'lsa. Ro'mollar yarashganim, oylar husn talashganim. Ro'mollar yarashganim, oylar husn talashganim. Oydan jannat topganim, jonim onam. Oydan jannat topganim, jonim onam. Onalarning farishtasi mana onam. Jonimda jonim rishtasi jonim onam. Onalarning farishtasi mana onam. Jonimda jonim rishtasi jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam. Ko'zga suray izlarini jonim onam. Ona endi sal sho'xidan bo'lsin, hozirgidagi eng tek taronamiz ketdi. Çıkıp yolda sen danışkan avtobus eser her yana. Kuşlar yazar vakitlerde durur. Uzanmay ümmetine yürekten uğrar. Çıkıp yolda sen danışkan avtobus eser her yana. Kuşlar yazar vakitlerde durur. Uzanmay ümmetine yürekten uğrar. yetkasin. Mana shunday xursand qiling.
bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, munisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri teng so'zim, tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim, dilbarim, poyi jannat zot, men uchun go'zal, siz bilan hayot. Xudoyim jonini qilgin ehtiyot, onajonimni tug'ilgan kuni. Munisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, munisginamni, mo'tabarimni, mehribon